Yükseleceğimiz bu. 2 oylikdan o'tdi. Bu oqsil bo'ldi bu. Oqsil juda kuchli o'tkazdi bu. Ko'pchilik doktorlar ham o'yladi, go'salarga tegsa dedi. O'shanda ko'p o'ylanib qoldim-da men. Bu Angusga qo'yilgan sun'iy. Mana onasi buni. Onasini bu 140. Men oddiy telefonda olyapmiz bizada unaqa. Nima qilib ko'rsatadigan yo'q. Bu sigirim 20 litr, 25 litrgacha sut beradi. Bu shuni qizi bu. Shuni qizi. Bular hammasi oqsil bo'lib, oqsildan chiqdi bular. Oqsil. Juda ham charchab tashlagan mollarni. Buni bu 145. Bu g'unojin emas, shuni singlisi bor. Buni nimaga qo'ydik? Semental urug'iga qo'ydik. Mana shuni singlisi bu. Arasi 1 yil. Shu sigirim bachasi. Bu 1,5 yosh bo'ladi yaqinda. Orqalarini ham qarayman. Orqalari ham juda chiroyli. Semental urug'ga tushgan. Buni buyulari 130. Videoda kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin lekin bu ham gibrid yuksalamiz. Bu ham sementalga. Onasi mana bu. Buru un buni buyi, buru un. Hammasi oqsil bo'lib. Yuksa bu. Bu ho'kizni oldik yaqinda bozordan. Golshten bu, chisti Golshten. Onasini tagidan oldik. Yaqin ham 2 oyga yaqin bo'lib qoldi. Kechagi haftalar emas. Juda ham arriq edi bu. Hozir ham semiz emas-ku. Ozgina 100 ga kiloni 2 oydan beri kunjalayyapti. Keyin shuni olib keldik. Mana shu ikkalasini birga olib keldim. Bu ham ho'kizcha. Buni o'zgarishi yaxshi bu. O'zimizda hashaki, mahalliy molimiz bu. Bu ancha vis olib, ancha o'zgaryapti. Buni 15,5 millionga oldik. Buni 17,5 millionga oldim. Bu endi Navruzlargacha boqsam tayyor bo'lib qoladi. Lekin buni olib yurmoqchiman hali ancha 1 yil. Niyat qildim. Shu bir pul yig'ib olsam ham yaxshiroq zotdan olaman dedim. Bu Golshten ko'p semirmaydi, o'sib ketaveradigan sotda bu. Shu ikkalasini boqamiz. Bu 8 oylik bo'ldi. Buni 10 oylik deb sotdi egasi, 10 oylik bo'lmasa ham hali yosh. Orqalari ancha kengish.
Buni 7,5 ga olganmiz. Buni 15,5 ga olganmiz. Hozir onlaydan ham o'tib ko'rsataman. Buni 2,5 oy oldin, 2,5-3 oylar oldin oldik buni. Buni shox kuydirilgan ekan. Biz uni ko'p yosh mol deb oldik-da, yosh bo'lsa kerak deb oldik. Egasi ham yosh bo'ldi, juda ham chiroyli turdi bozorda. Bu dermatit bo'lib qoldi, dermatit kasalligi. Eshitganlar bo'lsa, juda ham og'ir, ko'p odam moli o'ldi. Dermatit bo'lib, sразу oqsul bo'ldi bu. Juda ham chiroyli. Yana mana qish keldi, sovuq tushib, hamma mol juni chiqib qolgan, xuddi echkiga o'xshab qolgan hamma mol. Olganimizda sentyabrlarda ancha chiroyli mol edi bu. Mana oldindan turishi. Hozir ham ariq mol emas bu. Ancha uyga kelib qoldi yana. Bir oydan oshtida oqsildan chiqdi bular hammasi. Shu yerda 8 ta molim bor. Buni darrov qorin to'yib qolaveradi, qorin chiqib qolaveradi. Keyin doktorga ko'rsatdik, uni nima ko'proq narsa bersak, ichi ketib qolaverdi. Kuni sigirimizni tasini sun'iy quydirdik, o'shanda doktor kelganda ko'rsatdik buni ham. Ko'ring, bunga nima qilgan desak. Buni 6-7 oylik bajazib bor ekan ichida. Bu ham surpriz bo'ldi bizga. Buni 13 million 300 gami, 13 million 200 ga oluvdik-da. Endi yem berib borayotgandik, endi yemni kamaytirdik. Bo'g'oz ekan bu kishi. Yomon emas, yaxshi, agar tug'sa yemlangan ho'kiz narxida ketadi endi u. Ona bacha sigirlar qimmat-ku. Mana bu ho'kizchamiz 15,5 million olganimiz. Bu ancha o'ziga kelib qolgan buyinlarni oldidan esi bilinadi sal. Nima qilib, bu ham juda ham arriq edi. Mana bu Golshten bachasi. Tushunganlar bo'lsa biladi, o'z darrov betidan qarab. Shu 4 kun 5 kundan beri mollar o'zini yalab qoldi. Bunaqa narsa yo'q edi vobshe. Mana kallachasi ham yoshligi bilinib turibdi. 17,5 millionga oluvdik. Endi qorin tashab nima qilyapti, yeyish juda ham zo'r. Vobshe xashak qoldirmaydi umuman. Yeyishi juda ham zo'r. Sun'iy mollar, men xashaki mollardan ko'ra, mana shular hammasi sun'iy qo'yilgan. Hammasi chiroyli. Sifat ham, keyin yeyishda umuman xashak qoldirmaydi. Cho'p katta-katta cho'plar qolsa, bo'lmasa uncha narsa qoldirmaydi. Bu sigirimiz. Mana shu ustini yalash to'g'risida tushunganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar, nima qilsak bo'ladi shuni. Buzoqchamiz. Bu juda ham semiz edi va videolarda ko'rganda semiz o'ksaydi. Bu oqsil juda ham rasvo kasallik ekan. Hamma molni visini immunitetini tushib tashadi. Shunda quyimiz ham bor mana. Shundagina. Bular ham kichkina quy emas.
bo'g'oz qo'ylar. Kuni pul kerak bo'lib qolib, ikkita qo'chqor bordi, sotdik 5.300.000 dan shularning bachasini. Bittasi bu qorani bachasi edi. Bittasi bitta katta qo'yim bordi. O'shani bachasi edi 5.300.000 dan. Bu ikkita qo'ydi 5,5 milliondan bermadik. Bunisi qo'zicha hali. Buni ham menimcha qornida bachasi bo'lsa kerak. Chunki qo'chqorlar chopganini ko'rdim o'zim. Ushlagan bo'lsa, bu ham bo'g'oz. Kunjalalarimiz bular. Kogonni kunjalasi bu. Bu tuz. Yerda yemlar. Mana uni yosh o'salachalarga beraman. Un, kepak, kunjala. Bu eng kichkina boya go'salachaga beraman. Unda ham un, kepak, kunjala, faqat kunjala nimasi ko'p, kunjala kam, kepak juda ko'p. Un ham bor, kam. Ko'p nima qilib qolmasligi uchun. Bunda kunjala, un, kepak bir xil berilgan. Mana bunaqa smes yemlardan qo'ylarga beramiz. Aralashma, hamma narsa bor. Makkayi, arpa, bug'doy, kepak. 3-4 xil smesdan qo'ylar beramiz. Shunaqa taxlab qo'yamiz o'zimizga yarasha. Mana katta ferma emas-ku. Changaloq paxtalik. Changaloq. Yemlar bor. Bida press bosib qo'yibmiz. O't, bida. Samon unaqa narsa bermayman mollarga. Shu bidalar, press, changaloq, yem. Yemdan tarozimiz bor. Hozir yangi kelgan mollarga 1,5 kilodan mana shuni o'tib beraman. Boqilaydiganlarga. Kepak beraman bir kosachadan. Sigirlarga ham shundan beryapman. Sigirlarga 2 kilodan. Har bir mahaliga 2 mahal. 2 mahal changaloq, 2 mahal o't tashab qo'yaman. Kam-kamdan. O'zi shu bilan yotadi mollar. Bu yoqda ham hayvonimiz bor mollarga. Biz 1-2 kundan keyin mollarga kilonkalan uramiz. Bu yoqda ham o'tlarimiz. Xullas qiziqishimiz shu hozircha. Mollar bo'lib turibdi. Endi biz bunaqa kuchli blogerlardan emasmiz. Yemlarimiz narxlarini aytamiz. 5.700 dan olganman kunjalani buni. Kepak 85.000 so'm, un 180.000 so'm xaltasi. Bu Navoiy viloyati, Navoiy shaharda. Narxlar. Changaloq 2,5 million tilchkasi. Bu dravilkadan o'tmagan. Katta 2,5 million. Press 300 ming. 300 minglik payti oldim, hozir 40 ming.